oyim pensiya puli tushdi, shu pulni senga ataganman, tug'ilgan kuningga ko'ylak bermoqchiman dedilar. Yo'q, hamma narsam bor, kerak emas, o'zingizga ishlating, pulingizga kuyov olib beradilar desam, niyat qilganman deb magazinga olib bordilar. Ushlab ko'rgan har bitta kiyimimni kiyib ko'rasanmi deb ko'zimga mo'ltirab turardilar. Oyimga ham menga ham yoqqan ko'ylak topildi, yoniga ro'mol ham olib berdilar. Ishonsanglar, mendan ham ko'ra oyim xursand edilar. Endi oyoq kiyim tanladilar. Hech bo'lmasa ozgina qolgan pensiyangiz o'zingizga ishlating desam, senga ataganman dedilar. Bitta oyoq kiyimni tanlab sotuvchi qizdan so'radim. Narxini 280 ming dedi. Oyimni pullarni ayamoqchi bo'lib joyiga qo'yib qimmat ekan dedim. Kechqurun o'zim uyimga ketdim. Ertasi kuni oyim telefon qilib telegramga karrasini tashlab qo'ydim dedilar. Ne ko'z bilan qarasamki, bu o'sha oyoq kiyim. Ko'rib tanam seskanib ketdi. Ko'nglim bo'shab ozgina yig'lab oldim. Xayolimga faqat bitta so'z kelardi. Ey xonajonim, oxirgi pensiyangizni ham menga ishlatibsiz dedim.